buni haydab ko'rgan bo'lsangiz, baribir oxirida mana shu mashinani olib qutulsangiz kerak u. Lexus ES 300. Mana qarang, 37 ming ekan probeg, 2022-yil oppoqqinasi. Mana qarang, saloni qop-qora, F Sporti, gibrid. Mana dinalari, koja holatlari tiniq bo'lib turibdi. Narxi o'pishmasa, probegi ham kam ekan. 33 ming uzr, mana 33 ming yurgan ekan, 37 ming dorimman. Bu hech qancha emas degan men. Holati rostdan zo'r bor-ku. Kim olsa ham maza qilaradi. Pashti shuni puliga Malibu olayotgan jigarlar. Lexus ku bu ES 300 gibridi. Ham juda benzin rasxod kam, ham juda ham yumshoq mashina. Mana shu orqa kriloda faqat kirasi tegan joy bor ekan. Srochniga bilasizmi 45.500 ga bosib olsangiz bo'ladi. 45.500 ga kim olsa ham maza qiladi. Bosib